sotmoqchi, ishchi bor, tanimagan. Boshida arzonroq sotib qo'yganmiz 5-6 milliondan to'g'risi. Hisob-kitob noto'g'ri bo'ldi boshida. Hozir shunda bir kamida 2 million dollarga imshuslar bor, ejui. Tegi bor. Savdo hozir ko'chada bo'lmaganligi uchun moddiy qiynalyapti. Lekin ish ketyapti. Orqa taraf tashkil etdi. 3 ta blokga suvni bersa bo'ldi. 3 ta blok, orqa taraf. 2 ta blokingiz bitgan, bitta blokingiz qolgan. Kartlarni ham berib olgan. Bu bitta blokingizda nima asosiy ishi qolgan? Suv bersak, Kommunikatsiya ulashmi? Ikkita orqa kelib bo'lgan territoriyaga. Ula bersak bo'ldi. Mana 3-blokingizda hozir ish ketayotgan. Nima ishi qolgan? hozir ish ishlayapti, fasadchilik ishlayapti. Keyin ichiga o'tamiz. Narujniy fasad qolgan, Narujniy fasad. tom yopilgan. Tom yopilgan, endi anula qilish kerak. Hidroizolyatsiyalar. o'shani oxiriga chiqib qo'yishimiz kerak. Tom yopilgan. Mana bunday перегородкада Перегородкаlarni nechinchi qavatida? Uchta 2,5 etaj qolgan. Hozir ish Shunaqami? Yaqin orada Joyida ko'ringlar, joyida. 7-8 Endi aka boshlanganiga o'zi bir 2 kun 3 kun bo'ldi. Ungacha to'xtayapti deb bir oy chapashdik. Biz yig'ilamiz dedik, harakat Bitta narsa bo'ldi, mana bitta narsa bo'ldi. Qachon keldilar endi? Siz va siz ikki kishi keldilar endi, to'g'rimi? O'tgan hafta. O'tgan hafta kelib, 2 hafta oldin. shunaqa murojaat bilan kelganlaring, kelgandan keyin biz bular bilan sizlarni bog'ladik, to'g'rimi? Gaplashdinglaring, boshqa qildik, sizlar bilan gaplashdik. Shundan keyin adashmasam ish boshlandi. Shunaqami? Ha, shunaqa sal-pal qimirlash boshladi. Bularda aytish bo'yicha sizda 5 ta odam ishlayapti. İşte hozir просто объект topdi. Urinib etaj odamlar ishlayapti. Men ishlaykan. O'shani hozir hammasini Ishlagan, bahorgacha ishlagan. Qarangda, o'sha ish ketyapti deydi-da, ishni ko'rmayapmiz. Men har hafta boraman o'sha yerga. Ish ko'rinmayapti-da. To'g'ri, balki kirib ketayotgandir. Chunki anov bilan akvachilar bilan gaplashsam, nimaga to'xtayapsizlar, pulini bermayapti. Pulimiz yo'q deydi. Pulimiz yo'q. Barterga qilisham boshqasimi? Bu anovdagilar ham osilyapti, balki nimada? Fasadchilar. Fasadchilar osilyapti, lekin faktichki ish ketmayapti. Orada yo bo'ladi, sement bo'lmaydi, 1-2 haftalab sement kutishadi, shuncha katta stroykada. Arzimagan narsalarni ham qo'ldan kelmaydi qilmayapti ularda. Podyezdda ham bugun ikkita suvoqchi ishlayapti. Bitta blokda ikkita suvoqchi. Boshqa yo'qmi? Sheriksa Bu turishga 2 yilga ham bo'la, mana shu temp bilan 2 yilga ham topshira olmaydi. Shuning uchun biz bezovta bo'lib keldik. O'zi 2 yil o'tib ketdi. 2 yil o'tib ketdi, yana 2 yil ketadi-da. Hozir rejangiz nima? Bu yo'qga. Rejangiz olib qo'yamiz. Отказ boramiz. Yilda oxirgi topshirishingiz uchun hozir qancha bir 5 oy, 6 oy vaqt qolyapti masalan. 5-6 oy ichida nima qilasiz? Siz konkretno sizni qo'yingiz reja bormi? Men bu oyda mana bu narsani qilaman, keyingi oyda mana bu ishni qilaman, men 3-oyda mana bu ishni qilaman, menda уже shuncha foiz narsa bitgan bo'ladi. Yanvardan buyon Ya shu narsani biz yanvardan beri Men shuni gaplashib olay, masalalarni eshitdim. Bular ham endi gapirsin. Bularni haqiqatan ham mana yilda oxirgi topshiramiz degan va'dasini olyapmiz, lekin men bilib olishim kerak, чтобы ertaga yana sizlar kelasizlar, bular mana hozir rejasi bo'lishi kerak. Hop, 6 oyda yilda oxirigacha topshiramiz desa sizlarga qoniqtiradimi? yo'q. Bu qilaman desa 3 oyga qiladi-da. 3 oylik qilaman desa. Remont qilishimiz ham bor. Ishda masalan remont qilib qanaqa qilishimiz mumkin? Bu bitmaydi. Bitmaydi, puli yo'q bularni-da shu. Yo 1 yildan hokim buva, qarang, bular bizdan 1 yildan beri so'raymiz buni. hozir buni grafiklantirib bir hafta 5 kun ichida grafik qayerga qo'yildi. Hozir hamma chaqiramiz, organizatsiya. Hamma ob'yemlardan hisoblab beradi. Qancha kvadrat, necha kubi hali qolgan ishlar. Summalarni qilishgan. Bugun keladi, hisoblaydi, ketadi. O'shani men hozir hammasini to'liq hisoblasam hammasiga hisoblab hozir shunda birinchi navbatda bizani ikkita tayyor bo'lgan blokingiz 100% topshirish masalasi. Parallel nafiqasiz. yo'q, parallel oldi taraf ishlayapti. Orqa taraf ish ketyapti. Siz hozir ускорение qilishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Hozir men 33 ta odam emas, 100 ta odam ishlasin. Masalanda, misol uchun aytaman. Hozir bular aytishi bo'yicha 5 ta odam, siz aytishingiz bo'yicha 33 ta odam bor deyapsiz. Xo'p, mayli. 100 ta odam qo'yib turib ishlatishingiz uchun nima qancha qayerda hammasi. Hozir biz sotamiz narsalarni. Qaysi narsalar sotamiz? Yo'llarni boshqa joydan tortamiz. Hammasi bor, mablag'ga taqalib turibdi. Chiqamiz o'tdi. Ishlashi ancha normalga o'tdi. Orqa tarafda kam ish qolgan, podyezdli kraska qolgan, и kommunikatsiya. Hozir men tex условия oldim, 4 megawatt, endi meni ozgina aldashdi, 400 kilovattga berishgan ma'lum. Hozir almashtirdim 4 megawatt. Bu avtomatik tarafdan 6 kilometr kabel tortaman. Suv bilan kanalizatsiya orqa tarafdan kirgan. Ichi razbit qolgan. Hozir 1 kilometrdan tortaman dedi.
Res bilan kelishyapmi? Boshqami? Chexoslovakiya olganman. Chexoslovakiya olgan bo'ldi hozir. Ana hisob kitoblarni berishadi bo'lgan. Men pul beraman, bu tortadi. Tepa alohida o'rnatasizlar. To'rtta tepa qo'yamiz. To'rtta tepa. To'rtta tepa. O'zingizning hududda. Ha, bunda to'rtta Hali quyosh panelilar ham bor. quyosh panellarini qo'yamiz qo'lga. Tomiga o'rnatib qo'yamiz. O'rta bizda hozir tepa turibdi, katta tepa. Territoriyali. Faqat uni zapravkasi bor. Zapravka turibdi, boshqa yon atrofda dom bilan подключение bizani Quyosh panel qo'ymasa dom gospryomka bo'lmaydi, aka. Shunchani aytyapman-da, ertaga gospryomkada bargan kadastr so'raysizlarmi? O'shaning uchun ham so'raman, quyosh panel ham bor deb. Bu обязательно hamma yangi qurilayotgan domlar qo'yiladi, hammasi quyosh panel. Ha, bularga hozir Keyin bularga taklif beradi. Agar mablag'inglar bo'lsa, parkovkalarni bor. Olinglar, kelishtirib arzon qilib beramiz, pulchisi tezlashamiz. Bu gaplariga biz ishonmadik, chunki hozir yana pul tikkimiz kelmayapti-da. Biz uyda olaylik, parkovkasini keyin sotib olishimiz mumkin. Bu gapni aytayapmiz. Bizga hozir kerak emas, uy kerak bizga birinchi navbatda. Bizga pul ham kerak emas qaytarish. Bizga uy kerak. Bizga uy kerak. Pulimizni ham qaytarib olgimiz kelmayapti. Uy kerak. Uyda olganimizdan keyin parkovkani gaplashamiz. 2 yildan beri $500 kvartira puli to'lab kelyapmiz-da hozirgacha. ana fuqarolar o'zlari sizlarga lavzlaring birinchi lavzlaring shu bo'ladi. Ana yilda oxirigacha topshiramiz. 10-lavz bilan. 10-lavz bilan. Har oy yig'ilib turamiz. Men u bo'yicha hozir men gapni tugatib olay. Mana hozir 2 kun ichida, bu oy nima qilasiz? Ikkinchi oy nima qilasiz? Tasdiqlab berasiz. Bu birinchi masala. Va buni mablag'ini qaysi istochniklar hisobidan qilasiz? Hozir yozmayman hozir. Qog'oz. Men nima bo'lgan taqdirda ham fuqarolar tarafidan eslaringga chiqaraman. Hatto men investor bo'yicha o'rinbosar bo'lganim bilan investorlar tarafini olishim kerak bo'lgan taqdirda ham lekin fuqarolar mana shu birinchi o'shaning bular ham investor bo'lib kiradi. Endi agar Citroen bilan tasdiqlab berasizlar va istochnik rahbarlaringga aytasizlar, chaqirib kelib, hokimlar shoshilib aloqa o'zlarini gaplashib olamiz. Endi oxirgi tugatishdi. Istochnikni tezroq hal qilish masalasi. Hozir menga 20 ta Citroen grafik tasdiqlab berganingizdan foydasi yo'q. Masalanda, qachonki istochnigingiz hal bo'lsa, istochnigingizni agar qaysi sizdan sotmoqchisiz, qaysi joyingiz bor, sotmoqchisiz, boshqa bir sinfga qarab turgan bo'lsangiz, men u bir sinfingizga qarab tursiz, bu yog'i yonib ketadi. Shunday. Bu yog'i yonib ketadi. Yonib bo'ldi. 2 yil oldin olib ketishingiz kerak. Sizlar hozir qanaqasiga bo'lsa ham nohaqsiz. O'shaning uchun imkon qadar vaziyatdan kelib chiqib, tezlashtirib, mana grafik ishonga mana bu joydagi mana bu joy mana kadastr sotuvga qo'yganmiz. Mana bu joyga qarab bu bizning joyimiz, mana bu ham sotuvga qo'yilgan. Hop, summasi qancha, Citroen grafik bo'yicha sizni xarajatlaringiz qancha bo'ladi? So'nggi oxirgi topshirishingiz necha? Balki istochnik yetadi. Uni hisobda ko'rib chiqamiz. Tushuntirdimi? Ma'qulmi sizlarga boshqachasiga? Yo, endi rahmat sizga mana shu ana o'qiganingiz uchun haqiqatan bizlar tomonga o'tdingiz, bizlar tomonga. Endi shuni hamma narsani yozma murojaatimizni yozdirib olsangiz, biz hammamiz imzo qo'yib bersak. Yozma ravishda ham bersak. Hozir mana odamlaringizga ayting, yo'q, hozir yozsinda biz hammamiz imzo qo'yib beraylik. Sizga murojaat qilganimizni qo'l qo'yib bersak, beramiz shunga qarab qog'oz bo'ladi, qog'oz gapiradi. Qilganmisizlar, dedilar bular. O'shaning uchun Shuning uchun hozir qog'ozga tushiraylik. Siz paytgacha murojaat qilganmisiz? yo'q, qilmagan, birinchi kelishim. Bo'ladi degan musulmonchilikka ishonganmiz-da. O'tdi deganmiz, mayli deganmiz. Tushunganmiz-da. Murojaatni yozib olingizlar bizdan, biz imzo qo'yib beraylik. Keyin bitta narsa qilsangiz bo'ladi, bitta iltimosda. Oylik reja beradi-ku hozir. Istochnikka biza qatdan olamiz. Bu ham so'rash uchun Biz emas, bu o'zlari topadi. Yig'ilsak, bo'lmasa beradi. Istochnik mana keyingi oyda nimalar bitadi degan. Istochnik beradi. Shuni biz ham ko'rib turishimiz kerak-ku. Mayli. Bo'ldi shuni. To'g'rimi? To'g'ri tushunasiz. 50 marta daromad O'sha pul qayerdan keladi? O'sha ko'p keltirib berdi. Bo'ldi. Bizda yozdirib oling. Yoz, hammamiz yozib beraylik. Yozib qo'yib imzoni bering.